Hello baby. Xullas, hammaga salom. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bitta zo'r narsa bo'ldi. Hozir ko'rib turgan animatsiyalarni bu ikkinchi darslik, ikkinchi marta yozyapman, aniqrog'i bitta darslikni. Birinchi yozganim 1 soat bo'lgan. Men bu mikrofonni yoqmasdan darslik yozibman. Shuning uchun bu ikkinchi marta yozyapman. Ora-orada bir so'kinib olsam, noto'g'ri tushunmanglar. Xo'p, sizlar bilan ushbu animatsiyani bugun yozilyaptimi? Ushbu animatsiyani boshidan, ya'ni 5 soniyalik animatsiya. Bu o'zi to'liqroq animatsiya. Hozir to'lig'ini ham qo'yib beraman. Shu animatsiyani ikki qismga bo'lib yozyapman. Sababi boshi sal qiyinroq, ikkinchi qismi uzun lekin osonroq. Shuning uchun ikki qismga bo'lyapman. Bu birinchi qismi, ya'ni boshdagi 5 soniyasi. Xo'p, animatsiyani ko'rib olamiz. Mana shu animatsiyani hozir sizlar bilan noldan ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib yangi kompozitsiya ocha olamiz. Deylik, render 1. Formati 1920 ga 1080 30 fps da. Soniyasini 6 qilib qo'ysak bo'ladi hozircha. Xo'p, birinchi bo'lib biz Solid ocha olamiz. Qora Solid ochamiz. Ochganimizdan keyin tepada FX preset bo'limidan, ya'ni effektlar bo'limidan gradient ramp effektini tashlaymiz. Bu bizga ikki xil rang qilib beradi. Bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Tepasi qoraroq, pasti ko'kroq bo'lib turibdi. Buni mana bu pastdagisini ko'k qilamiz. Shunday, keyin buni bu yoqqa tortamiz. Mana bu ko'kni ham yana bu yoqqa tortamiz. Xo'p, bizda tayyor. Endi bizga kamera ham tushib ketadi hozir. Endi bizga yulduzcha kerak, yulduzchalar kerak. Mana yulduzlar bor. Bu yoqda hozir yulduzlarga mana yerda materiallar bor. Mana yulduzni tashlab olamiz. Bizda bitta material bor, yulduz materiali. Xo'p, bu qora. Buni oq qilishimiz kerak. Bunga fill effekti tashlaymiz. Fill tashlaganimizdan keyin buni 3D sini yoqib qo'yamiz. Kelinglar, hozircha yoqmay turaylik. Bunday kichkina qilamizda buni. Opacity-sini 35 qilamiz. 5 qilib, endi buni copy qilib chiqamiz. Har xil joylarga qo'yib chiqamiz buni. Kelinglar, sizlarga bitta narsani eslatib o'taman. Bunaqangi motion animatsiya darslari YouTube kanalimda oyiga 1 marta yoki 2 marta chiqadi. Lekin agar siz sohani tezroq o'rganib, yaxshi daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki sohada ishlab yuribsiz, darajangizni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana sizlar uchun yaxshigina taklif bor. Men onlayn kursini tashkil qilyapman. Onlayn kursga atigi 10 ta joy olinadi, ya'ni 10 ta o'quvchi olinadi. Sabab har bittasiga alohida individual yondashiladi. Va bunaqangi motion animatsiya darsliklaridan 20-30 tadan ortiq bo'ladi kurs davomida. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, kommentariyada va opisiyaniyada havola qoldiraman kursga qo'shilish uchun. Bemalol kirib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Endi esa darslikni davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, tayyor. Endi buni bunday qilamizda, timeline'ni hammasiga 3D yoqib chiqamiz. Mana bu pastdagi backgrounddan tashqari, backgroundga 3D shart emas. Buni 3D sini o'chiraveramiz. Bularni hammasini belgilab, rangini mana edit labeldan yellow qilib qo'yamiz, sariq qilib qo'yamiz, ajratib olish uchun, animatsiyamizda chalg'ib ketmasligi uchun. Xo'p, qilib oldik. Endi oldingi kamera darsligini ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yoqdan ikkita ekran qilib olamiz. Bu asosiy ko'rayotgan ekranimiz, bu orqa tomon ekran. Bu o'zi topda turibdi. Bizga top kerak o'zi. Misol deylik, sizlarda mana bunaqa font turgan bo'lsa, buni topga o'zgartirasizlarda. Mana bu endi yulduzchalarni xuddi 3D ga o'xshab, ya'ni hayotda ham shunaqa, misol ba'zi yulduzlar uzoqroqda, ba'zilari yaqinroqda. Xuddi shunaqa qilib, ba'zilarini uzoqroq, ba'zilarini yaqinroq qilib olishimiz kerak. Mana bu yoqda ko'rsanglar, chiroyli 3D bo'lib tushganda, xuddi shunaqa qilingan. Xo'p, buni endi
Bittasini uzoqqa, ora-oradan har xil random qilib uzoqroqqa qo'yib chiqamiz. Ya'ni joylashuvini hammasini har xil qilamiz. Bir qatorda turmasligi kerak. Mana qo'yib chiqdik. Endi kamerani ko'rishni bitta qilib olamizda, men bularni endi joyini to'g'rilab olamiz yana. Xo'p, yozilyaptimi? Yozilyapti. Bunday qilib hammasini joylashuvini, ya'ni kengroq qilib olamiz. Ana bir-biriga zich bo'lmasligi kerak. Belgilab, bu yoqroq, teparoq, o'rtalariga olib kelamiz. Olamiz. Mana bu yoqlar orasi juda ko'p joy ochilib ketdi. Bu yoqlar zich bo'lib turibdi. Bunday qilib Xo'p, mana qo'yib chiqdik. Bu yoqda endi har xil turibdi. Deylik, oralardan bir ikkitasini scale'ini 2 qilamiz. Bunday copy qilasizlar, bitta scale'ni copy qilasizlar, ora-orada qo'yib chiqasizlar. Deylik, mana bunga qo'yib chiqamiz. Mana bizda har xil random yulduzchalar paydo bo'ladi. Xo'p, endi bizga oy kerak. Oyning sochlarini o'rmayman. Xo'p, oyni scale'ni sal kichkinaroq qilamizda, buni o'rtaga olib kelamiz va oyga tint effekti tashlaymiz, chunki bu sal ko'kroq, bizga oq oy kerak. Oppoqqina oy kerak. Xo'p, qilib oldik. Endi ikkita bulutchani qo'yib olamiz. Bularga ham 3D yoqamiz. Mana bu bulutlarni kattaroq qilib, bittasi bu yoqda, ikkinchisini ham kattaroq qilib, oyni pastga, layerni oy layeridan pastga qo'yib qo'yamiz, chunki bittasi oyning orqasida turishi kerak. Bundoq chiqib turadi. Ikkinchisi bundoq turadi. Pastroq qo'yib qo'ysak bo'ldi. Endi bunga kamera ochamiz. Ya'ni timeline'ga kamera qo'shamiz. Kamera qo'shgandan keyin mana bu yerda yulduzcha sal joy o'zgarib ketdi. Bo'ldi. Qo'yib oldik. Mana bu yulduzlarni yana ham opacity'sini tushirish kerak ekan. Necha 35 bo'lsa 23 qilamiz. Yo'q, yana tushirish kerak ekan. o'n 15 qilamiz. Bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqda kamera pastdan tepaga ketyapti. Bu yoqda kameraga 1:25-soniyaga hamma keyframe'ni qo'yib chiqamiz va orqaga qaytib, bu yoqdan oynani ikkita qilamizda. Mana kamera hozirda topda turibdi, bizga top emas, front kerak. Frontdan to'g'rilaymiz, bu yoqda ko'rib turamiz. Kamerani orqaga qaytib bunday qilib olamiz. Pastga tortib qo'yamiz. Va bizda bunaqangi pastdan tepaga keladi kamera. Tepaga keladi. Xuddi shu yerda mana bu ikkita bulutga ham position bilan oyga yaqinlashtirib olamiz. Ya'ni shu joyga kelganda bulutlar shu hozirgi joyga paydo bo'lish kerak. Ya'ni mana qaranglar. Mana bulutlar oyga yaqin turibdi. Mana animatsiya tugagan joyda bulutlar ikki tomonga ochilgan. O'shani endi bulutlarga ikkalasiga position beramiz. Sal bu yoqroq kelib, ikkalasini oyga yaqinlashtirib olamiz. Bunday qilib
Ikkilasini yaqinlashtira olamiz. Va mana bu keyframelarni orqaga, kamerani keyframe bilan bir xil qilib olamiz. Va bizda bunaqangi ochiladi. Ochiladi va bu yoqda mana yana bitta nima qilib kameraga zoom beramiz endi. Mana endi aktiv front turibdi. Endi topga o'zgartiramizda bu yoqda kameraga bunday qilib oyga zoom beraveramiz bunday qilib. Yaqinlashtirib zoom beramiz. Va ikkita bulutni bittasi bu tomonga hozir bitta layer qilaylik. Bittasi bu tomonga suraveramiz. Ya'ni bizda bulut kamera tushgan joyda bulut joyiga keladi va kamera zoom bo'lganda bulutli ikki tomonga ketadi. Endi buni keyframe'larning hammasini belgilab to'g'rilab olishimiz kerak. Birinchisi tez bo'lish kerak. Mana ikkinchi keyframe'ni chapga tortamiz. Va bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Buni ozgina bu yoqqa tortib, buni oxirigacha tortamiz. Mana juda ham plawniy, smooth animatsiya bo'lyapti. Tortib olamiz. Endi xuddi shu joyning o'zida mana bu yulduzchalarni hammasini kesib olamiz. Kesib o'chiramiz. Ctrl Shift D bilan hammasini belgilab turib, Ctrl Shift D bilan o'ng tomondagi joyini kesib olsanglar bo'ladi. Ya'ni mana bu chiziq turganda o'ng tomonni kesib yoradi. Yozilyaptimi? Yozilyapti. Xo'p, shunaqa kesib olamiz va bizga cloud logosi kerak. Cloud logosini tashlaymiz. Oy bilan razmerini bir xil qilamiz. Buning uchun oydan tepaga qo'yamiz. Qaranglar. Mana bu ikkita bulut. Buni belgilab olishimiz kerak. Bulutni mana rang qilib qo'yamiz, o'zi bilinadi. Keyin oyni editdan labeldan deylik green qilib qo'yaylik. Mana bu yashil, oy, mana bu ikkitasi bulut. Bu cloudni belgisi, cloudni ham orange qilib qo'yamiz. Xo'p. Cloud tepada turibdi. Cloudni oy bilan bir xil qilib olishimiz kerak. Razmerini bir xil olish kerak. Xo'p, bu bo'ldi. Bu yoqqa cho'zamiz. Qaranglar. Xo'p, keldi. Shu yerga kelganda mana bu cloud bilan oy rotation bo'lish kerak. Cloudga ham 3D yoqib qo'yamizda. Scale oy bilan to'g'rilaveramiz. Keladi. Z o'qi bo'ylab rotation bo'lish kerak. Mana ikkalasiga ham Z o'qini yoqamiz. Bu yoqqa olib kelib shu joyda turganda mana buni bunaqa qilib aylantirib olamiz. Mana buni bir xil olsak ham bo'ladi. Ikkalasini. Endi animatsiyasini kamera bilan birgalikda hammasini yana tanlaymizda. Mana bu 5 talasini hammasini U harfini bosamiz, hamma keyframe'lar ko'rinadi. Hammasini belgilab F9 ni bosamiz va xuddi boyagidek mana buni avval bu yoqqa tortamiz. Buni ozroq tortamizda. Bu ikkinchisini chapga ko'proq tortamiz. Va bizda shunaqangi animatsiya bo'ladi. Bu yoqda endi qanday qilinadi? Mana bu animatsiyaga ikkita cloud bilan oyga opacity qo'yamiz. Opacity qo'yamiz. Orqaga qaytamizda cloud opacity'sini 0 qilamiz. Bu yoqqa oyga opacity'si 100 turadi. Bu yoqqa kelganda oyni opacity'sini 0 qilamiz. Ya'ni boshda opacity oyda 100% turadi, cloudda 0 turadi. Animatsiya tugaganda cloudda 100 bo'ladi, oyda 0 bo'ladi. Shunda bizda mana bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Mana oynikini sal bu yoqqa tortish kerak ekan, chunki cloud tezroq chiqish kerak. Buni ham bu yoqqa tortish kerak ekan. Cloud oydan pastda bo'lish kerak. Shunda tushunarli chiqadi.
Xo'p, mana yerdan endi bulutlarni o'chiraversak, bu kesaversak bo'ladi. Oyni ham kesaversak bo'ladi. Cloud turadi. Mana bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Endi yulduzlarga ham hammasini belgilab, opacity'ni bitta bosib, shu yoqdan deylik shu yerga kelganda yulduzlar yo'q bo'lishi kerak. Yulduzlar oyga qaraganda tezroq yo'q bo'lib ketishi kerak. Shu yerdan kesib olamiz yana. Mana. Keldi. Bitta zoom bo'ldi. Endi bu yoqda backgroundni o'zgartirib olamiz. Mana. Bu yoqda kelyapti. Bitta zoom bo'lganda background o'zgaryapti. Birinchi bo'lib hozir oyga deep glow effektini berishimiz kerak. Sal nur chiqib turish uchun. Bunaqa ko'p shart emas. Ozgina berib qo'ysak, bulutlarga ham beramizmi? Bulutlarga ham kerak ekan, ozgina. Copy qilamizda, ikkinchi bulutga ham qo'yib qo'yamiz. Oynikini yana tushiramiz ozgina. Bo'ladi. Xo'p, endi mana bu pastdagi gradienti bor fonimizni copy qilamiz va shu yerdan kesib olamiz ikkinchi backgroundni. Bu ikkinchi background, sariq background bu. Labeldan bu yulduz bilan bir xil bo'lib ketadi. Labeldan deylik pink qilamiz. Xo'p, endi buni mana bu gradientini o'chiramiz. Bu qora bo'ladi. Bu yoqdan bunaqa paydo bo'lish kerak bu. Bu yoqda opacity 0 turadi. Bu yoqda kelib 100 bo'ladi. Mana. Mana bulutlarni nimasi yoqilib qolib, deep glow qo'shganmiz. Mana yerda nur taralib turibdi-da, keyin bu yoqqa kelganda yo'q bo'lyapti. Shuning uchun o'tgandan keyin mana yerlarda ikkilasiga opacity beramizda, o'tgandan keyin sekin yo'qotib boramiz. Bizda shunaqangi plan yo'qolib ketadi. Bu yoqda bo'ldi, fonimiz tayyor. Endi bu yerda ko'rsanglar, ikki tomonda ikkita yorug'ligi bor. Buni qanday qilamiz? Mana bu shape'ni ustiga bosamiz. Bu bunday turgan bo'ladi sizlarda. Mishka bilan bosib tursanglar, dumaloq bo'ladi. Dumaloqni bitta bosamiz va klaviaturada shiftni bosib turib, bunday dumaloq shape ochib olamiz. Buni rangi deylik, bunaqa bo'lib turgan bo'lsa, bitta bosasiz ustiga qalamcha bilan cloudni ustiga bosib qo'ysanglar, cloud rangi bo'lib qoladi. Keyin bu yoqdan fast box blur tashlaysizlar. Shape'ga va ko'tarsanglar birinchisini, shape'da bunaqangi smooth qilib, ya'ni feather qilib. Yana ko'taramiz buni va buni shape'ni copy qilib ikki tomonga qo'yib qo'yamiz. Mana ikki tomonga qo'yamizda, ikkalasini pastga olib kelamiz. Mana font bor joyga olib kelamiz, fontni tepasiga qo'yamiz va shu font turgan joydan paydo bo'lishi kerak. Xo'p, fontni opacity qayerda? Opacity emas, cloud animatsiyasiga qaraymiz. Mana cloud animatsiyasi shu yerda tugagan ekan. Bu ikkita shape'ga position beramiz. Ikkitasi ham keyframe qo'yib, orqaga qaytib, mana buni bu yoqqa tortamiz. Bunisini bu yoqqa tortamiz. Va bularni F9 bosib, graph editordan keyframe'ni bunday bu yoqqa tortib qo'yamiz. Va bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Sal oldin chiqib qoldi. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Keyin xuddi shunaqa joydan keldi. Keyin bu yerdan kamerani yana ikkita qilamizda, kamerani orqaga tortamiz. Orqaga tortamiz, ozgina, ko'p emas va cloudni o'ngga tortamiz. Yana ham o'ngga tortish kerak. Bu yoqdan cloud yozuvi kerak bizga. Cloud yozuvini bunday tashlaymiz. Bunga ham 3D yoqamiz va maska bera olamiz. Cloud'ning yozuvini o'zi kerak, logosi kerak emas bizga. Bunga
fill effekti tashlaymiz. Fill tashlab, buni rangini oqqa olamiz. Buni mana bu cloudga ulaymiz. Yoqqa olib kelib, cloudga ulaymiz. Endi mana yerda title action nimani tanlab cloud chapga ketish kerak. Bu yoqda position bo'lib, ya'ni mana bu kamera bilan bir xil joyda positionga keyframe qo'ya olamiz. Bu yoqqa kelib cloudni chapga tortamiz. Deyli shu atrofga tortamizda, bu sal scale'ni kichkinaroq qilish kerak ekan. Oxiri buni ham bu tomonga tortamiz. Juda kichkina bo'lib ketdi. Tortamiz buni ham. Misol bu tomonga, buni bu yoqqa. Va bo'ldi. Mana. Kamera orqaga ketyapti. Bu hozir buzilib ketdi animatsiyamiz. Cloud joyi o'zgarib ketibdi. Mana kamera kelgan joyga bunga position bilan anchor pointini yoqib qo'yamizda, orqaga ketganda buni endi bunday chapga surib olamiz. Va bu bunday chapga ketadi. Xo'p, anchor point kerak emas ekan. Endi boyaga cloud yozuvini qo'ysak bo'ladi. Cloud ustiga olib kelamiz, 3D'sini yoqib, cloudga ulaymiz. Buni scale beramiz. Maska bilan so'zni uzun belgilab olamiz. To'xtaylik, sal buyoqroq qilaylik. So'zni uzun belgilab olamiz va bunga fill effektini tashlaymiz. Keyin oq qilamiz. Xo'p, cloud animatsiya bo'lganda, mana yerda bo'lganda, buni to'g'rilash kerak endi. Cloudni sal bu yoqqa surish kerak ekan, buni bu yoqqa surish kerak. Bo'ldi, tayyor. Va bu shu yerdan mana bu ikkitani endi keyframe'ini to'g'rilab chiqish kerak. Hozir boshdan hamma keyframe to'g'rilab chiqamiz. Hamma keyframe'ni belgilaymizda, mana shu yerda bor. Shu yerda bor hamma keyframe'ni U harfini bosib belgilaymiz. Bu yoqda hammasini bittada tanlab, bu yoqda boshdagi birinchini bunday tortamiz chapga, har doimgidek. Mana ikkinchini ozgina tortamizda, bu yoqdagisini ko'proq tortamiz. Buni ham ozgina tortib, ikkinchisini ko'proq tortamiz. Va bizda shunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Mana boshdan ko'rsataman. Keldi, bitta zoom bo'ladi, cloud paydo bo'ladi va orqaga ketadi. Endi mana buni animatsiya qilib olishimiz kerak. Buning uchun buni hozir har bitta tekstni yana maska qilib chiqish kerak, ya'ni alohida qilib chiqish kerak. Buning uchun bitta prikon qilib olamiz. Tekstni shu buzildi bu. Buni cloudga ulaymiz yana va joyiga olib kelib olamiz, boyagi joyiga. Boyagi joyiga olib kelib oldik. Mana. Endi
kelib oldi. Endi buni 6 ta qilib chiqamiz. Ya'ni Ctrl D bilan 6 ta ko'paytiramiz. Copy paste qilib olamiz. 2, 3, 4, 5, 6. Endi bittalab maska qilamiz buni. Pen tool bilan. Birinchisi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi. To'rtinchisi. Hop, bu beshinchisi mana. Oltinchisi. Qoldi. Endi animatsiyasini ko'ramizda. Sal o'rtaroqqa olib kelamiz. Bunga buna qilib bitta position qo'yamiz. Bitta opacity qo'yamiz. Hammasini U harfini bosib, opacitylarni bu yoq orqaga kelib 0 qilamiz. Positionni bu yoqqa surib qo'yamiz. Keyin bizda nima bo'ladi? Bizda mana bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Keyin P harfini bosib, positionlarni keyframe'ni ozgina o'ngroq suramiz, ya'ni planliroq qilish uchun, chunki bunga F9 bosib keyframe'ni to'g'irlash kerak. Bularni bunday tortamiz. Ikkinchisini o'ng chapga tortamiz. Yana surish kerak ekan. Buni menimcha mana bu bilan bir xil qilib qo'ysang ham bo'ladi. Sal yo'q. Yokida F9 bosib boyagidek xuddi mana birinchisini o'ngga ozgina tortamiz, bunisini ko'proq tortamiz. Bo'ladi. Endi ikkita frame orqaga qilamiz har bittasini, chunki birin-ketin chiqishi uchun. Endi yana hammasini belgilab, boyagi keyframe'imiz xato bo'libdi, bunday bosib, hammasini bunday qilib chapga oxirigacha tortamiz. Bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Bitta frame qilsak ham bo'lar ekan. Mana. Hop, keldi. Zoom bo'ldi. Orqaga keldi. Mana shu yerda animatsiyamiz tugaydi. Oxiridagi narsa mana bu pastdagi ikkita shape'ni animatsiya qilib olishimiz kerak. Chiqdi. Bu ikkalasi kelganda bu yoqqa ketadi. Bu yoqqa keladi. Mana bunday bo'lishi kerak. Buni mana bu pen toolni bosib turamiz, mana convert vertex toolni bosib, oxirdan bitta bunday qilib aylana qilib olamiz. Mana mishkani shunday oxiriga olib borasizlar, bosib turib, tortsanglar shunaqa bo'ladi. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Va bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Bu yoqqa orqaroq tortish kerak. Buni keyframe'ini endi to'g'rilaymiz. F9 bunda bu yoqqa tortamiz. Buni sal bu yoqqa tortib, bunisini ko'proq tortamiz. Va bizda shunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Sal kech qolyapti. Uzunroq qilish kerak ekan, buni bu yoqqa tortish kerak. Hozir. Kelishi to'g'ri, buni ancha yana bu yoqqa qilish kerak. Tepadagini bu yoqqa qilish kerak keyin. Shunda aylanib turadi.
Hammasiga F9 bosamiz yana. Bularni bunaqa tortib qo'yish kerak. Sal xato ketdi bu yoqda. Mana bu keyframelarni tortib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bunaqa keladi ikkalasi. Animasiya bo'lganda orqaga qaytadi yana. Deylik, scale bilan katta qilib bo'ladi. Shunda to'xtamaydi. Mana katta qilib yo'q, scale kerak emas ekan. Xullas o'zi buni davom ettirish kerak yo'q, prosta davom ettirib tursa, ya'ni davomini qilishga aytmoqchi edim. Bu to'xtasa ham biron muammosi yo'q, chunki animasiyamiz o'zi shu yerda to'xtayapti. Sal menimcha yaqinroq qilish kerak uni. Bo'ldi, mana ha. Cloud bilan bir xilda ketyapti. Keldi. Cloud bilan bir xilda ikki tomonga burildi. Shu yerda birinchi qism animasiya tugaydi. Endi bularga hammasiga motion blur yoqamiz. Bitta avval qotganini ko'ramiz, keyin plavniy variantini ko'ramiz. Va mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda bitta narsa qolib ketdi. Cloudga bosamiz. Cloudga Deep Glow effektini beramiz. Va maksimal ko'tarib qo'yamiz. Ikkalasiga keyframe qo'yamiz Deep Glowga. U harfini bosamiz. Mana bu ikkitasi Deep Glowning keyframe'i. Boshiga tortamizda, keyin bu yoqdan oxiri kelganda 0 bo'lish kerak. Ya'ni Deep Glow effekti o'chishi kerak. Mana chiqqanda yorug' bo'lib chiqadi, keyin o'chadi. Mana. Buni bu yoqqa sal tortamiz, buni bu yoqqa tortamiz. Joy turadi. Va animasiyamiz tayyor. Ikkinchi qismi shunday shu videoni pastiga qo'yilgan bo'ladi. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi shuni davom ettirib ketamiz. Ya'ni bir uzoq bir bu 10-15 soniyalik animasiya. Birinchi bo'lib buni takrorlab ko'ringlar, keyin ikkinchi qismdan o'tishdan oldin buni takrorlab ko'ringlar. Yaxshilab o'rganganingizdan keyin ikkinchi videoni ko'rsanglar bo'ladi. Shunda birin-ketin to'g'rilab chiqishinglar oson bo'ladi. Animasiyani ikkinchi qismini qilishinglar ham osonroq bo'ladi, chunki u uzun bo'lgani bilan osonroq. Xullas tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Charchamanglar, sog' bo'linglar.